Mana shu yerga pauza qilaylik. Chunki uni bilmayman-da. Menga slif haqida ma'lumot bering. Slif tarnov o'zbekchasi. Tarnovni qisqartirilgan variantidan uzun variantigacha bor. Choksiz tarnov. Chokli va choksiz tarnovlar bor. Chokli ham bor, choksizi ham bor. Chokligini aytilgan o'lchamda kesib tayyorlab beriladi. Choksiz tarnovda metraj hisoblansa, endi u metr ketaveradi. Necha metr bo'lsa chiqarib berilaveradi. Uni o'lchamini muhim emas. Kim uyiga necha metr kerak bo'lsa, shuncha o'lchamda chiqarib beriladi. Slif o'rnatish xizmati qancha bo'ladi? Slif tarnov o'rnatish xizmati metri 45 ming so'mdan 55 ming so'mda oralig'ida bo'ladi. O'rnatib berish xizmatlari ichida lesasi, olib borishi, miqi, samarezi hammasi tom markazdan bo'ladi. Hammasi ichida bo'lib 1 metri 45 mingdan 55 ming orasida. Faqat tunikani qalinligiga bog'liq. Slifni yoniga qatiriladigan belvoqlarning turlari. Bizda shuni o'rniga mustahkam metalldan tayyorlangan belvoq, uni ustiga qoplama, uni keyin pressga qo'yib turib forma chiqariladi. Olib borib joyida qatirilishi ham, o'rnatilishi ham, kim o'rnatsa ham, qaysi bir usta biz bilan ishlasa ham, olib borib qo'ysa, osonlik bilan ish bitadi.